yaxshi o'tiringlar. Kelgunimcha bir-biringlarni go'shinglarni yeb o'ldirib qo'ymanglar, xo'pmi? Qiyin masala. Shuni ayting. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Mayli, biz ketdik. Bo'pti, oyi. Biz siz mazza qilib aylanib dam olib kelarsiz-a? Xayr. Ehtiyot bo'lib qayda. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Yomon qismiqda shu bola. Xolajon deb oyimni pinjilariga kirib oldi. O'zini yaxshi ko'rsatib. Ha, ichidan pishgan. Endi nimamush? Oyim kelinni shu uyga tushiramiz dedilar. Voy, nima? Shunaqa. Oyimga shart aytdim. Chiqib ketsin bu uydan. O'ziga uy topsin dedim. Ota hovlini men nomimga o'tkazasiz dedim. Opa? Opa jilib qoldingmi? Och eshikni. Opa deyapman. Bolalarni ichkarida qo'yasing joydami? Opa och deyapman. Kuzib kiraman. Och dedim. Och haqqing yo'q bunaqa qilishga. Uy men nomimga o'tadi. Och deyapman. Uynikiga qo'ygan oyim. Joyga murojaat qilaman. Och deyapman senga. Eringiga qo'ygan. Buni qarang. Kun sayin baland imoratlar ko'payib shahrimiz chiroy ochib boryapti-ya. Bu qurib ketgan oyog'im bilan qachondan beri shahar aylana olmayman, bolam. Qurib ketgur demang, qurmasin. Xudo xolisa tuzatamiz. Nima dori-darmon kerak bo'lsa, hammasini olamiz. Kerak bo'lsa chet elga yuboraman davolanishingiz uchun. Ishlarimni yana ozgina yo'lga qo'yib olay. Shu gapingga ham rahmat, bolam. Ilohim baraka top. Rustam, Labay, haliga meni kechira olasanmi? nimaga unaqa deyapsiz? Aybdorman. Sen oldingda ham, Xudoning oldida ham aybdorman. Senga ko'p nohaqlik qildim, zulm qildim. Nima deganingiz bu xola? Gapimni bo'lma, Rustam. Mendan, qizlarimdan doim yomonlik ko'rding. Evaziga bo'lsa, sendan faqat yaxshilik qaytdi. Qanchalik pushaymon ekanligimni Xudoni bergan kuni tavba qilishimni bilsang edi, o'g'lim. Iltimos, kechir olsang. Kechir meni, bolam. Xolajon, agar o'shanda onamdan ayrilganimda meni olib qolmaganingizda bilmadim kimlarning qo'lida, qay ahvolda katta bo'lardim. Siz meni bag'ringizga oldingiz, mehnatga o'rgatdingiz. Rahmatli pochcham bo'lsalar, menga otamdan ham ko'proq mehr berdilar. Haqlariga bir umr duo qilaman. Hammasi uchun sizlardan ming minnatdorman. Kechir demak, oldinglarda qarzdorman, xolajon. O'zim o'rgilay sendan. Buncha ham bag'ring keng bo'lmasa-ya. Bolam. Xola, haligi Nozima bor-ku? Ha, aytgancha chorshanba kuni suvchilikka bormoqchidik-ku. Voy, bo'ldi. Sanatoriya yo'q. Qaytik, uyga qayt. Qaytik, bolam. Yo'q. Uni ogohlantirdim. Siz oldin davolanib keling. Keyin olib boraman. Men boshqa narsa aytmoqchi edim. Shu Nozima bilan gaplashib bir qarorga keldik. Agar taqdir nasib qilgan bo'lsa, Xudo xolasa to'y qilsak, alohida uyga chiqib yashamoqchimiz. Maylimi? Voy, bolam, bu nima deganing? Uyda ketmoqchimisan? Men sensiz qanday? Yo'q, men rozi emasman. Tushunmadingiz, xolajon. Sizni tashlab ketmaymiz. Siz ham biz bilan yashaysiz. Faqat yangi uyda. Hovlini bo'lsa, opalarimga qoldiramiz. Rozimisiz?